Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muxtor aka, yaxshimisiz? Bo'la qilos. Bezovta qilmadikmi sizni? Ha? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bemalol. Rahmat. Ayni daqiqalarda Dildora tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapman. G'oyibona siz bilan suhbat olib borayotgan mana shu loyihaning boshlovchisi men Dildoraxon bo'laman. Avvalambor bugungi tavallud ayyomlaringiz, shukronalik kunlaringiz qarshi olgan yana bir yoshlaringiz muborak bo'lsin. Jamiki yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz baxtiga doimo sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim, bunday yoshlarni ko'plarini ko'rib, doimo hayotning yorqin ranglaridan bahra olib yashang. Salomat bo'ling. Bugun tavallud ayyomlaringiz, shukronalik kunlaringiz munosabati bilan sizni samimiy tabriklab, xursand qilib, kayfiyatingizni ko'tarib, sizga unutilmas onlarni baxshid etmoqqa shaylangan qalbga yaqin mehribon insonlaringiz bor ekan. Bor. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu mehrli qalb so'zlarini, samimiy tilaklarni qaysi yaqin insonlaringiz siz uchun yo'llayotgan bo'lishlari mumkin? Ukamda, ma'qul. Albatta. Juda ham to'g'ri topdingiz yoki xabaringiz bormidi? Yo'q, u ukam eslaydi. Endi akam bu uzoqda, akamlar bizga telefon tabriklaydi. Ukam uzoqda. Albatta, juda ham to'g'ri topdingiz. Bugun sizga ushbu dili izhorlarni, samimiy qalb so'zlarini, sizni dunyolarga alishmay yaxshi ko'ruvchi mehribon okajoningiz Murodilla akamiz siz uchun qalblardan samimiy tabriklab, muborakbod etib qolganlar. U yaxshi. Jonimizga sog'lik. Ilohim. Ruxsatingiz bilan Muxtor aka, birozgina qimmatli vaqtingizni o'g'irlab tursak-da, mehribon okajoningiz Murodilla akamiz tomonlaridan kelgan chiroyli va samimiy dil so'zlarini, tabrik maktublarini sizga birma-bir o'qib eshittirsak, maylimi, imkoningiz bormi eshitishga? Rahmat, minnatdorman. Unda o'qib eshittirishni boshlayman. Marhamat, qabul qilib oling. Assalomu alaykum. Hamisha holimizni yo'qlaguvchimiz, yaxshiliklar tilaguvchimiz, yaqinlarga mehribonim akajonim, yana bir xayrli kunlarga yetgan jonim jigarim akam. Allohimizga banda, rasulimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohim hayot yo'lingizni doimo ziyoda qilsin. Umringiz chinordek uzun, zulol suvlardek tiniq bo'lsin. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Akajonim, ilohim aziz boshingiz omon bo'lsin. Allohim doimo panohida sizni asrasin. Sizning har bir maslahatingiz, yonimda bo'lishingiz yuragimga taskin, hayotimga quvvatdir. Doimo jigarlarga g'amxo'rlik qilgan, qo'llab-quvvatlaydigan, ko'ksi qalqon suyanchig'im, tayanchimsiz. Yordam kerak bo'lsa doimo yordamga shay. Kerak bo'lsa joningizni fido aylashga qodirim akam. Barcha qilgan yaxshiliklaringiz uchun, akalik mehringiz uchun sizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizni chin yurakdan yaxshi ko'raman. Sizdek akam borligidan faxrlanaman va Allohimga shukronlar aytaman. Ota-onamizga ham sizdek akani katta qilib, bir-birimizga mehr oqibatli qilib tarbiyalaganliklari uchun cheksiz minnatdorchiligimni, rahmatlarimni aytmoqchiman. O'rtamizdagi mehr oqibatlarimiz mustahkam bo'lsin. Xayrli yoshni qarshi olgan jigarim, suyangan tog'im, hayotda hech ham dard ko'rmang. Sog'lik, salomatlik, omad, muvaffaqiyatlar doim sizga yor bo'lsin. Ishlaringizda hech ham charchash bilmang. Xonadoningiz peru davlati ustona bo'ling. Kelinoyim bilan qo'sha qarab, Alloh bergan ne'matlaringiz, jondan aziz jiyalarimning rohatlarini, baxt va kamollarini ko'rib yuring. Ularning yutuqlaridan qalblaringiz doimo huzurda bo'lsin. Uyingiz fayzli, sog'lig'ingiz mustahkam, qalbingiz doimo xotirjam bo'lsin. Allohim sizni doimo o'z panohida asrasin. Duolaringizni o'zi qabul qilib, ijobatlar nasib aylasin.
Allohim barchamizni o'z baytlarida mehmon bo'lishligimizni nasib qilsin. Ibodatlarimiz davomi go'zal Makka-yu Madina tomon bo'lsin. Akajonim, Allohim sizni ikki dunyo saodati ila mukofotlasin. Sizni judayam qattiq yaxshi ko'raman. Boringizga shukr aka. Ishonganim siz qalqon akam. Qadrdonim mehribon akam. Boringizga shukr aytaman. Jon akam, jonim akam. Men uchun eng zo'ri bittasiz. Doim ko'nglim shodon etasiz. Siz dadamga o'xshab ketasiz. Jon akam, jonim akam. Hayot o'tmas yomg'ir qorsiz. Ishlarimga zo'r madadkorsiz. Bu dunyoda yaxshiyam borsiz. Jon akam, jonim akam. Dushmanlarim sindirgan akam. Tashvishlarim tindirgan akam. Yelkasiga mindirgan akam. Jon akam, jonim akam. Bir hovli bir xonada o'sdim. Joni kuyar, ko'rsa kam ko'stim. Suyanganim haqiqiy do'stim. Jon akam, jonim akam deya sizni dunyolarga alishmay yaxshi ko'ruvchi mehribon ukajoningiz Murodilla akamiz o'zlarining samimiy tilaklarini, dil izholarini qalbidagi jamiki barcha ezgu niyatlarini, tilaklarini sizga yo'llab qolibdilar. Rahmat qabul qilganingiz uchun. Yoningizda ham savob bo'lsin, salomat. Xudo jamoat. Eshitdi. Rahmat. Salomat bo'ling. Chiroyli tilaklar uchun sizga ham tashakkur. Rahmat. Sizga ham samimiy suhbatingiz uchun, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun, doimo mana shunday qadrli insonlaringiz, jonu jigarlaringiz ardog'ida, ukajoningiz e'tiborida aziz inson bo'lib yuring. Hayot yo'llaringizda omad, zafarlar va muvaffaqiyatlar sizni hech qachon tark etmasin. Sababi dunyodagi eng baxtli akajonlardan biri ekansiz. Boisi sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, doim sizni duo qilguvchi ko'ksi qalqon suyanchig'ingiz, g'amxo'r, mehribon ukajoningiz bor ekanlar. Dunyo turgunicha turing, hech qachon g'am ko'rmang, dard ko'rmang, ilohim. Tug'ilgan kunlaringizni a'lo kayfiyatlarda o'tkazing. Salomat bo'ling. Mayli. Sog' bo'ling. Kiyimlarin kiyib katta bo'ldim. Suyanaman doim akam bor. Jonini ham berar menga bildim. Mehribonim tog'im akam bor. Kiyimlarin kiyib katta bo'ldim. Suyanaman doim akam bor. Jonini ham berar menga bildim. Mehribonim tog'im akam bor. Akam akam, jonim akam, mehribonim akam o'zimni. Akam akam, jonim akam, quvontirar ikki ko'zimni. Akam akam, jonim akam, mehribonim akam o'zimni. Akam akam, jonim akam, quvontirar ikki ko'zimni. O'ksinma deb puli bardoqlar, amaking bor deydi bolamga. Jigarim deb kelib quchoqlar, ko'zlari o'xshaydi onamga.